Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Traktorni ko'rib o'tasizlar. Traktor sotiladi ekan. Yurt turibdi. Sosteniyasi normalniy, balolar ham normalniy. Shu kiyib somon bilan birga qo'shib sotiladi. Bahosini aytib o'tamiz, bir qator ko'ringlar. Traktorimiz so'riq traktor ekan. Bu kiyib mashinamiz ham zakonni ishlab turibdi ekan. Ishlab yurgan yeri Plazarur sotamonda turibdi egasi. Bir qator ko'rib o'tinglar. Kim shuning reklamasi bo'lsa bemalol aytavringlar, reklamasi kelishilgan holda chiqarib beraman, xudo xolasa. Traktorning bahosini 40 million deb tutdilar, kiyib mashina ikkisiniki 40 million. Shundan ham telefon ursalar kelishamiz dedi. Nomerni qo'yib o'taman, bemalol telefoninglar kelishib beriladi. Traktor Gurlanda bo'ladi. Xorazm bo'ylab reklama chiqarib beraman, shunda tashsalar chiqarib beriladi. Sog'